Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Ushbu videoda migratsiya agentligi yordamida qanday qilib bepul O'zbekistondan Buyuk Britaniyaga oddiy mavsumiy ishchi bo'lib kelib va bir qancha muddatdan keyin menejment sohasiga ko'tarilganimni ushbu videoda qisqacha sizga aytib beraman. Oilaviy sharoitlardan kelib chiqqan holda chetga chiqishni reja qilib yurgandim, faqat ishonchli manba istayotgandim. Va bu uchun men migratsiya agentligining ofitsial Telegram kanaliga obuna bo'lib, unda tushayotgan e'lonlarni kuzatib o'tirardim va Buyuk Britaniyaga nabor boshlanganligi haqidagi e'longa ko'zim tushgach, darhol ro'yxatdan o'tdim. Oradan bir qancha vaqtdan keyin esa rus tilidan onlayn imtihon bo'ldi. O'zim rus sinfda o'qiganim uchun imtihondan qiynalmasdan juda ham osonlik bilan o'tdim va oradan bir necha kun o'tgach, imtihondan muvaffaqiyatli o'tgan ishtirokchilarni o'sha ish beruvchi tashkilot Hops Solution, ya'ni Britaniyadagi rekrutingovый kompaniya bu Hops, o'shan bilan suhbatga Toshkentga chaqirishdi bizni. Suhbat ham imtihon kabi shaffof bo'ldi. To'g'risi, gapni ochig'i, men o'zim o'ylanib qoldim. Neujeli Buyuk Britaniyadagi davlatga ketish shunchalik oson bo'lsa deb. Darhaqiqat oson bo'ldi. Oradan bir necha oy o'tgach esa o'sha imtihondan muvaffaqiyatli o'tgan ishtirokchilarga Buyuk Britaniyadan приглашениялар kelish boshlandi. Приглашение olganimizdan keyin avia bilet xarid qildik hamda vizaga to'lovlar qilib, viza olish jarayonida ham polностью migratsiya agentligi bizga ko'makdosh bo'ldi. Juda ham tezlikda, osonlikda oldik. Eng tez olgan ishtirokchi 5 kunda oldi vizani, eng sekin olgan ishtirokchi 2 haftada vizasini oldi. Shunday qilib Buyuk Britaniyaga ham uchib keldim. Buyuk Britaniyaga uchib kelganimdan keyin migratsiya agentligining ofitsial saytiga kirdim, xorijda ish degan sayti, va o'sha yerda viza va aviabiletga qilgan rasxodingizni kompensatsiya qilish degan reyestriga ariza qoldirdim va 14 kun ichida pullarimni tushirib berishdi. Shunaqa qilib Buyuk Britaniyaga men почти besplatni kelgan bo'lib qoldim. Bizga bu darajada keng imkoniyatlar yaratib, yo'llarimizni oson qilib ochib bergan prezidentimizga va migratsiya agentligiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Boringlarga shukr, rahmat ketdi. Aziz yurtdoshlar, bu videoni birinchi qismi edi. Xudo xolisa ikkinchi qismida qanday qilib birinchi mavsumga kelganimda bir oydan keyinoq menga maxsus topshiriqlar berish boshlanganini, qanday qilib supervizorlardan iborat jamoa tuz berganini aytib beraman. Agarda qanday savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyalarda berishingiz mumkin. O'zingizni ehtiyot qiling. Ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.